Samarqandda 90% usta zararga ishlayapti. Va o'zlari ham bunga ishonishmaydi. Hozir raqamlarda ko'rsataman. Ustachilikdan keyin prorablik qilganman. O'sha paytda bitta yaxshi shogirdchamiz bor. 3 yil birga ishladik-ku, orada bir uzilish bo'ldi, 1 yil. 1 yildan keyin yana qayta chaqirsam, hali ham o'sha narxda ishlab yuribdi. Endi o'sha paytlar malyarka 30 ming edi. 1 yildan keyin chaqiryapman, yana 30 ming. Ish shu yerda hayratda qolyapman debman. Hali ham shu narxga ishlayapsanmi san? Bu qanday yetkazyapsan pulni bunaqa narx bilan deb o'sha paytda yo'l-yo'lakni ko'rsatyapman. Uka, mana bu sistemani qo'llasang, mana shunday mashina olib ketsang, shu narxingni ko'tara olasan deb shu yerda yo'l-yo'lak ko'rsatyapman-ku. O'sha ishni tugatgandan keyin ikkinchi ishda 60 mingga kelishuv qilyapti. O'sha 60 mingdan malyarkasini qilib, mana undan keyin hozirgi kunda eng zo'r malyarlardan yaxshi daromad topayotgan bolalarga aylangan hozir.